$900 evaziga hattoki vizasi ham ichida umra safariga borishni istaysizlarmi? $900 pul berasizlar, boshqa hech qanaqa narsaga rasxod qilmaysizlar. Reysimiz Toshkentdan bo'ladi. Qachonga sanalar bor degan obunachilarimiz xudo xolasa videomizni o'tkazib bormasdan oxirigacha ko'rib tursalaring. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Bugun Hikmat Travel Abdug'ofur akani oldilariga yetib kelganmiz. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib beramiz. Shu videomizga bitta like bosib, kanalimizda sizlar yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'ysalaring, har kuni Hikmat Travelda qanaqa yangiliklar bo'layotganini kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Bizni like'larni bosib qo'llab-quvvatlab turganlarga xudo xolasa videomizni boshladik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli aka. Rostdan hozir $900 ga borsa bo'ladimi umra safariga? Toshkentdan borsa bo'ladi bemalol. Vizasi ham ichida albatta. Vizasi ham ichida. Vizasi yo'q bo'lsa ham $900 ga borsa bo'ladi. Agar vizasi bo'lsa $800 ga borsa. $800 ga borishadi. Endi kunlari qachonga deydiganlar uchun 3-avgustdan 10-avgustgacha. 3-avgust, 5-avgust, 6-avgust, 8-avgust, 10-avgust reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqinglar, $900 dan qilib beramiz. Agar vizalaring bo'lsa $800 bo'ladi. Xudo xolasa. Endi yo'q biz Toshkentdan emas, Vodiydan boramiz deydiganlar uchun Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha chislolari 13-avgust, 20-avgust va 27-avgust kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Xo'p, undan tashqari Namangan Madina ham reyslarimiz bor. Ularda ham kunlari 12-avgust, 19-avgust va 26-avgust. Bularda ham narxi $1015 qilib beramiz xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqinglar. O'zlariga qulay bo'lgan joydan ketsa bo'lar ekanda. Xolasalar Toshkentdan, xolasa Vodiydan. Farqi yo'q. Chiroyli qilib beramiz xudo xolasa. Xudo xolasa narxlar atrofga qaraganda anchagina arzon. Endi mana sharoitlarimizni tushuntirib beramiz. Agar sharoitlarimiz ham yoqadigan bo'lsa, bemalol telefon qilib joylaringizni bron qilsalaring bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Sharoitlarimiz Madina Munavvarada 300 metr gastitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gastitsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushasizlar xudo xolasa. Lekin avtobus xizmatlari qo'yilgan. Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Undan tashqari 50 boshimiz ham iloji boricha billa borib, billa kelishadi aeroportdan. Xo'p, undan tashqari kamzil, so'mka, bejik beriladi aeroportda. Xo'p, qaytilayotganda 5 litr zamzam suv bu nisbatda qo'shib beriladi. Har bitta odamga? Har bitta odamga. Zo'r. Endi aka to'lov masalalari qanaqa bo'ladi? To'lov masalalari xohlasalaring ofislarimizga kelib to'lov qilinglar. Respublikamiz 3 ta viloyatda ofislarimiz bor. Toshkentda bor, Farg'onada bor, Andijonda bor. Yo'q bo'lmasa mana shu nomerlarga aloqaga chiqib, onlayn joylarni bron qilsalaring ham bo'ladi. Onlayn joy bron qilishlikni aloqaga chiqsalaring o'zimiz chiroyli qilib tushuntirib beramiz xudo xolasa. Zo'r. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Abdug'ofur akani o'zlarining nomerlarini qo'yib qo'yapman. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar yetkazib berishga harakat qilishadi. Xohlasalaring WhatsAppdan, xohlasalaring Telegramdan, xohlasalaring oddiy telefondan o'zlaringga qaysi biri qulay bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalaring. Aytib o'tganimdek, Hikmat Travelda qanaqa yangiliklar bo'layotgan bo'lsa, birinchilardan biri ko'rib borishlaring mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.